Joylarda yoqilg'i energiya resurslaridan oqilona foydalanish va aholiga energiya resurslarini uzluksiz yetkazib berishda shtablar tashkil etilib, doimiy nazorat tadbirlari va manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Jizzax viloyati Do'stlik tumanida ham prokuratura va ta'minotchi korxonalar vakillari tomonidan iste'molchilarni energiya resurslari bilan ta'minlashda bir qancha ishlar bajarilgan. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yoqilg'i energetika resurslarini tejash va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish yuzasidan prokuratura organlari, gaz va elektr ta'minot korxonalarining vakillari ishtirokida manzilli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda hamkor tashkilot va korxonalar ishtirokida shtab tashkil etilib, mas'ullar biriktirilgan. Rejaga ko'ra, joriy yilda tabiiy gazni hisob qilish 637.200 metr kub bo'lsa, bu amalda 785.800 metr kubga yetkazilib, gaz iqtisod qilinishi 123.3% ga bajarilgan. 2025-yilning yanvar-may oylarida elektr energiyasi iste'moli 21.887.966 kilovat-soatni tashkil etdi. E'tiborlisi, tarmoqdagi yo'qotish 14.4% ga kamaytirilishiga erishildi. Ayni paytda tumanda tabiiy gaz ta'minotidagi ortiqcha yo'qotishlarning oldini olish, tizimni kuz-qish mavsumiga tayyorlash, tejamkor gaz uskunalarini o'rnatish ishlari davom etmoqda. Bugungi kunda tumandagi og'ir deb topilgan Mevazor, G'afurg'ulom va Navoiy mahallalarida zamonaviy gaz taqsimlash qurilmalari o'rnatilib, gaz ta'minoti 2 bosqichli tizimga o'tkazilmoqda. Natijada mavjud 5609 nafar aholi tabiiy gaz iste'molchilari va 138 ta yirik iste'molchilarning tabiiy gaz ta'minoti bir me'yorga keltiriladi. Hozirgi kunda 113 kilometr gaz quvurlarimiz mavjud. 123 dona gaz taqsimlash shoxobchasi bor. 7 ta zamonaviy gaz taqsimlash shoxobchasi keldi. Ularni o'rnatdik. Hozir shuning ustida bittasini o'rnatish ishlari ketyapti. Bu uning asosiy ish vazifasi eski gaz taqsimlash shoxobchalarida bajara olmaydigan ishlash imkoniyatlari bunda kengroq. Keyin aholini bir me'yorda gaz bilan ta'minlash oson ham xavfsiz ta'minlab berilyapti. Tahlillarimizni elektr energiya ta'minoti sohasida davom ettiramiz. O'tgan 2024-yilda 218 nafar aholi va yirik iste'molchiga jami 1253 kilovat quyosh panellari o'rnatilgan. Joriy yil rejasiga ko'ra ular soni 215 taga ko'paytirilib, jami 2178 kilovat quyosh panellari o'rnatilishi ko'zda tutilgan edi. Hozirgacha 42 nafar iste'molchiga 2222 kilovat quyosh panellari o'rnatilishiga erishildi. Bu albatta aholining muqobil energiyadan foydalanish imkoniyatlari oshib borayotganidan darak.